Olim. Xaybov atritidikilar zerekchaqlarning qimmatli kitobini izlab tepish safarini davomlashtirayotganda Cho'cho bilan Yo'g'on Eg'iz yanada kalla qottirib, yangi bozg'unchilik qilish planini tuzayotadi. Başlayaq. Biz rastla eliqi bir nima kulgunchak yo'lvosni izlab topamdiq. U degan bir yo'lvos tursa. To'g'ri qo'rq gapni qilmay, izladigan izlamamsan. Tez bo'l. Başlayaq. Biz nimishqi cho'qim u yo'lvosni topmoqchi bo'lamiz. Maqat shoyimizning deyishicha, u yig'ilsira uning ko'zicha shaharni g'arq qilib o'tadi ekan. Bundoq bo'lganda ular serakchaqlarning qimmatli kitobini izdigini ma'qulmaydi. O'ylasamlar beklar hayajonlanib ketyaptimi? Başlayaq. Nadikaga mushku bu, ha? Kulgunchak yo'lvos asli mush ekanda, u xuddi menga o'xshaydi o'maqkan. Ha? Moshimo yo'lvos deb hisoblanamda. Undaqda men o'zimni podshoh desam bo'ladi ekan-ku. Ko'rgudek neymiş bo'ldi? Ko'rgudek neymiş bo'ldi deyman? Başla bir amal qilib uni yig'lataylik. Amal, bir amal. Ben alnımın sana efsun o'qivatdim. Ya'ni kimsan toshga aylanib qolasan. Ishonmabsan, amsi men uni sana toshga aylantirib ko'rsatib qo'yay. Boshqa budaqsiz bo'lmaydi. Shuncha yil sizga ergishibdiman. To'pdan bo'lmasam ajrim bor. Tez yolg'onda yetib ol, kalva. Bali, o'zgar. Tez yig'la deyman. Bo'lmasa men seni uning o'xshash toshga aylantirib qo'yman. Kalpa qildim. Og'zingni yum. Dal mushundaq. To'xtamay yig'laversanlar toshga aylanib qolmaysan. Başla yana mushdaq ketaversa men tunjiq bo'lib qolaman. Bu zodi neymiş? Nima degan ichinishliq bu yerda suapti yuz bergan o'xshamamdi. Undoq emasdi. Undoqda bu yerdagi kishilar oshqonmamdi. Burası doktor cho'qib buning sababini biladi. Biz uningdan so'rab boqaylik. To'g'ri. Doktor tez ko'zingizni iching. Xayrli sahar bolalarim. Doktor chatoq bo'ldi. Bu yerda suapti bo'lg'achqa biz yo'lni topolmadik. Sizlar hozir qayerda? Biz hozir Shapbuzorliqda. Meningcha bu suapt emas. Buni cho'qim kulgunchak yo'lvos keltirib chiqargan. Yo'lvos makangu. Anlashimcha, kulgunchak yo'lvos yig'lasida ko'z yeshi shaharni g'arq qilib o'tar ekan. Lekin odatdagi ahvol ostida bu aldirab yig'lamaydi. Faqat Nima faqat? buning javobini o'zinglar tepishga to'g'ri keladi. Bo'pti, bundoq bo'lgankan biz cho'qameliga kulgunchak yo'lvosni tepishimiz kerak. Pibi, bu so'bakli tuzliqkan. Chunki bu degan ko'z ishida. Ajabki olamni iyileştirdi. Biz tezroq qaytib ketaylik. Oy! Gudon ehtiyot qil. Biz av tarafga berib qarab boqaylik. Nima degan omaq jonivor bu? Kulgunchak yo'lvos degan mushukanda, u mushukka o'xshaydi ekan. Kulgunchak yo'lvos
Sen neymiş ki bunca azaplanırsan? Bu onun nemi degine? O yıglawatamdı yoki kulawatamdı? Ha, birisi seni taşka aylandırıp koymayayım dedim ha. Taşka? Hay ben o zaten nimde atıdı o. Köygünçek yolvasın deyişçe. Neçik günün aldığı birisi onun epsin okuyup yitipti. Şundan başlap o yıklaydı iken, lekin külenmeydi iken, babası o taşka aylanıp kalıdı iken. Birisi onun epsin okuyup yitipti. Acaba o, biz amal kılıp onunla yardım kılaylı. Kelgenchak yolvas, bu mening eng oxirgi yemakligim edi. Hammasini sana beray. Bu yerda pranik, bolka, yana har xil kemtiplar bor. Kulgunchak yolvas hergiz tuzitqinma, ha? Mening o'shaq yemashlarim. Çatak boldu, kulgunchak yolvas toshqa aylanib qoladigan boldu. Hemmisi kökünçek yolvasdan kazaptı. Onun sebebinden ben onun köz yaşı diye elbam ketip zukandap kaldım. Endi bu kıtım kayba o etirdiğin hakkını kayız yol bilen mağdiken. Ben bir körüp bakay. Bilik konservasi. Yoğan yığız! Vakit! Yoğan yığız! Aycan. Mening bilik konservayım qiyni. Tez uykunu aç değil mi? Uykunu aç! Uykunu aç! Başlayaq. Qarama. Ulan kökünçek yolvasa kandak tipi vağadı. Hemmesi senin kasaptın sen orunla kılıcını bilirsen orunla. Yaptım emas. Bu mening xatolığım emas. Qaram başlayaq. İş qarab kökünçek yolvasının yığısı toxtab qalsa qatti bo'lmaydi. Pipi, oңşap qoldunmu? Az qaldı. Kimsilarni bundaq bexasili qilib buni o'l qilaversin debdi. Men hozir oңşap bo'laman. Biz burutuq doktor bilan aloqalasha olsaqla, sen hergiz toshqa aylanib qolmaysan. Ensirme, menli bo'ldikan men cho'qim seni qo'g'dayman. Qursig'ing ochsa menga degin, darhol sana yeydigan narsa beraman. Bo'ldi. Burutuq doktorga tez ulab be. Doktor, kulgunchak yolvas toshqa aylanib qolmoqchi. Ha? Anglashimizcha birisi uning epsini qo'yib yetibdi. U kulsili toshqa aylanib qoladi ekan. Uning ustiga u boyi kuldi. Toshqa aylantirib qo'yiladigan Epson? Mushundaq Epsonmi bormikan? Undaqda u hozir toshqa aylanib qoldimi yo'q? Nemishqa bundaq bo'ladi? Men boya g'alitali his qilgan edim. Meningcha cho'qim yana cho'cho bilan yo'g'on ig'iz shumliq ishi totamdikin. Ding dong. Doğru dedin. Kayba o ettirdiğine biz yani körüştük. Bu da ne bilgen soğuk. Bichora başlayaq. Elimi yaxshi men uchalaydi ekanman. Aslida kulgunchak yolvasni qo'rqitgan odam sizlar ekansiz-da. Sizlar kulgunchak yolvasni shuncha qo'rqitib, badonlardan betlashib ketibsizlar. Ben bugün çokum sıragı mangoda yol kaldırmayman. Bali özger. Karmız maymunu tez külgünçek yolvası yığılar. Ko'pchilik o'zinglarni tez chetkelinglar. Qazoqchi, tez bu yoqqa chiq. Yani bir kalma kuş geldi o endi. Karmız maymunu özünü bir köz tut koy.
Külgüdek neymiş buldu? Yoğan eğiz, yoğan eğiz. Kalvan neymiş kılıvatsın? Başlayık. Bütün bedenim ölüp olup gitti. Özümü kuruttu vallahi. Bana yardım et. Hey baba oturdu dikine bunu yısıldı çıksa. Hı? Ben aldı tarafdaki yolunu gördüm. Bu ziraatlar nahayeti tezli yaxşı bop gidiyordu. Külgünçek yolvaz, neymiş ki külmeysen? Ay ya, karıkız yığılama. Su tehi bayılı sınıp oldu. Bey, ensirme. Endi bu yerde hiç kan akış bulmaydı. Bomuzu bunu sana verey. Ben yemeymen. Endi doğru boldu. Adeti köprek gülüp dursa salametki paydası ba.